Andijonlik giyohfurushlar do'koni qaysi vaqtlarida yurganlarga bag'da mana Lochinbek do'koni yonida mana andijonliklar turishadi mana giyohlari mana chetda mana. Osi mana pishyapti giyohlari. Mana tabib bag' mana tabib kim deganlari mana tabib. Qanaqa kasallarga, qanaqa giyohlaringiz bor mana? Hali hadovoyali kasallar nimasini aytaverasiz? Hamma maqtab yuribdi mana tabib andijonlik tabibdi. Bor, hamma kasalliklarga kerakli giyohlarimiz bor. Shikoyatda aytib kelaverasizlar. Mana hamma giyohlardan bor. Tabiiy giyohlar. Sirkalargacha bor ekan, zaytunlargacha mana. Zanjabil, kim anaqa zafaron, pafaron, chernikalargacha bor. Qaysi bu? Mahsulotlar mana. Chernikalarimiz omega sink hammasidan bor. Garantiyalari bor-a bularning. Xudo xolasa mana. Shu Lochinbek do'koni yo'q parasi, shu o'ng qo'lida mana Baxt tabib mana. Yaxshi tanib olasizlar, nomerlarini qoldiribmiz. O'zlariga aloqaga chiqib qani yozib qo'ygan nomerlarni. Kelaveramiz.